men aytib o'tadigan narsalarni davolash usullarini bilishmaydi. Ana hozir bildirib o'taman. Ruh bilan tana muvozanatini buzilishi o'z joniga qasd qilishga olib keladi. O'z joniga qasd qilishdan saqlash ilmlaridan ozgina bilim berib o'tamiz. Bu tanani o'smay qolishi va ruhni o'sib ketishi odamni xayolparastlikka yoki bolalarni xayolparast bo'lishiga olib keladi va bu nimadaligini bilmay, noto'g'ri diagnoz bilan har xil dori-darmonlar va hokazo ishlarni qiladilar, o'qitadilar, boshqa qiladilar. Qisman yosh shifo topiladi yoki yo'q. Ana bu ruh bilan tana muvozanatini buzilishi, buni davolash usullari bor. Yoki ana ruh o'smay qoladida tana o'sib ketadi. Bunda nafs uyg'onib o'sib ketgan vaqt ruh kichkina qolib tanani ichida, jussani ichida sig'may qolgan payt o'z joniga qasd qilish xayoli kuchayadi. Yoshlarda, bolalarda bu ayniqsa 7 yoshdan so'ng boshlanadi va kamida 10 yil davomida tana va ruh rivojlanishi, muvozanati buzilishi bo'ladi odamzodda, bolalarda. Bularni ilmlar orqali oilalarda va bilim yurtlarida tana va ruh muvozanati balansini ilmlarini olib borish zarur. Depressiyada to'g'ri diagnostika bilan olib chiqish va davolash usullarini ta'minlash kerak. Depressiyadan to'g'ri diagnostika qilib bilish va ruh bilan tanani o'sish muvozanatiga to'g'ri davolanishlar yoki ruhni o'smay qolgan holatida, tanani o'sib ketgan holatida araliqdagi son sanoqning buzilishi muvozanatini o'nglaydigan ilmlar yo'q bizlarda. Bularni raqamli tibbiyotda o'nglash mumkin, shifolari ham bor. Bu kontentni isboti sifatida o'z joniga qasd qilishdan qaytargan bemorim bor. Bu chet elda, Rossiyada bo'lgan, uni videosini kontentda qo'yib beramiz.